xayrli kech. Avvalambor rahmat kattakon kecha ehsonjondi holini so'rab yozganlar uchun, xavotir olganlar uchun, duo qilganlar uchun kattakon rahmat. Hammalaringiz soобщенияларni o'qib juda ham xursand bo'ldim. Bugun shunaqa qilib 2,5-3 kilo go'shtni mana kubikcha qilib kesib oldim. Kesib hozir buni biz periprava qilib, tuz, peripravalarni aralashtirib tushonka qilamiz, домашний tushonka. Oxirgi paytlar umuman magazinda tushonkasidan olib yeganimiz yo'q, faqat домашний tayyorlaymiz o'zimiz. Shunaqa kesib oldim. Endi hozir peripravalarni aralashtirib bankaga joylayman. Har birini yarim litr bankachalarga joylab chiqaman, mayda-mayda bankachalarga. Bugun ujinga Storixon juda ham yaxshi ko'radigan garoxli sup tayyorladim. Bilmayman, juda yaxshi ko'radi. Bugun kunim bilan garoxli sup qilib bering deb yurdi. Mana garoxli supim ham o'sha tayyor. To ezilib ketguncha ancha qaynatdim. Bilasizlar, tez pishmaydi garoxli sup. Albatta esa xolodez qaynayapti. Buni obeddan shart qaynatyapman. Hali dolga qaynaydi tag'in. Mana 5 ta bankada chiqdi. Har birini o'z bankaga solib oldim. Endi bularda har birini sachoqqa o'rab idishga qo'yaman muzdoq suvga. Keyin esa 9 soat qaynataman past olovda. 5 ta bundan bo'ldi. 5 ta xolodez kontinenta xolodezim chiqdi. Endi bularni hozir qo'ysam agar ertalabgacha где-то 2-3larda o'chirib qo'yaman. Past olov qilib ustini berkitib, har birini sachoqqa o'rab qo'ysam, o'zidan suv chiqaradi, o'zidan sok chiqarib tayyor bo'ladi. O'zi suv ham qo'shgan eshitdim, prosta go'shtni periprava qilib soldim. Bittadan lavr bargidan va mochdan. Qizlar kecha tayyorlagan tushonka tayyor bo'lgan. Mana go'shtni o'zidan shunaqa suvi chiqib, qaynab kamayib qolibdi suvi, chunki men kecha uxlab qoldim. Past qilib qaynab ertalab tursam suvi kamayib qolibdi shunaqa. Hozir bittasini ochdim. Juda ham mazali bo'lib chiqadi. Chemodanga tayyorlasalaring. Suvi ham, go'shtlari ham loyim bo'lib chiqqan. Buni bemalol isitib ham, isitmasdan ham iste'mol qilsalaring bo'ladi. Agar makaroni yoki grechka qaynatganda ham ustiga solib isitib yesalaring tayyor bo'lib bo'ladi. Shuni qilib tayyorlab qo'yib qo'yma xildaniga qachonki kerak bo'lsa olib ishlata olamiz. Vaqt tejash uchun.